gap isboti bilan qanday qilib Forex'da bir so'm rasod qilmasdan $100,000 pul topish mumkin. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, tushunib olasizlar. Demak, boshladik, e'tiborli bo'lasizlar. Ikkita $200,000 prop shot olingan vaqti va ular uchun to'langan mablag'. Bilasizlar, prop shotlar olganinglardan keyin ikki etapli imtihoni bo'ladi. Mana birinchi etapi depozitdan umumiy 10% daromad qilib berish shart. Mana ikkalasidan ham 10% daromad qilib berganman. 14-yanvar mana o'tilgan kuni birinchi etapidan. Bu ikkinchi etapi umumiy depozitdan 5% daromad qilib berish kerak. Mana 5% daromad qilib berganman 23-yanvar. Umumiy hodisa 1 oy ichida bo'layotgan voqea bu. Keyin menga berilgan sertifikatlar verification va max allocation eng katta depozitni egasi bo'lgan treyderlarga beriladigan sertifikat. $200,000 dan ikkita funded account bo'lganman. Menga jami $400,000 pul bergan boshqaruvimga. Birinchi akkauntim $14,500, ikkinchisi $13,613 daromadga kirgan va buni yechishga berganman. Birinchi yechishim bo'lgani uchun mana birinchi pulimni foydamni yechib bergan va to'lagan pulimni ham, ya'ni prop shot sotib olishga to'langan pulni ham refund qilib bergan. Mana bu ikkinchi akkauntim foydasi va ikkinchi akkauntim uchun to'langan pulni ham menga qaytarib to'lab bergan. Bu sertifikatlari, o'shaning haqqoniyligini, buni QR kodlarini bemalol tekshirib olishinglar mumkin. Bu invoice beradi sizlarga. Shunaqa pul yechildi deb, ikkala invoice va Binance walletga tushirib olganman. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi bu ikkinchi prop kompaniyadan olgan depozitim $100,000 olganman. Bu xabaringlar bor, yopilib ketgan o'sha paytda. Keyin $100,000 MyForex funddan depozit olganman. $8,000 daromad qilib berganman va lekin pul yechishga uspet qilganman. Pulimni yechib bergan. Mana email kelgan. Tabriklaymiz degan $6,000 pulingni yechib beramiz va o'sha to'lagan pulingni ham qaytarib refund qilib beryapmiz. Prop shot olish uchun $500 to'laganman, o'shani ham qaytarib menga to'lab bergan. Bu tushganligi haqida mana Binance kошелёкка kelib tushgan, ko'rishinglar mumkin. Endi demak, ikkita prop kompaniyadan jami 3 ta akkaunt olganman. Jami to'lagan pulim $2,770 to'laganman. Boshqargan prop akkauntim $500,000, salkam $500,000 prop boshqarganman va birinchi yechgan pulim $28,500 pul yechganman. O'shanda to'lagan pulimni ham qaytarib bergan, daromadimni ham bergan. Shunda men shuni inobatga olib sizlarga aytganman, bir so'm rasod qilmasdan bu sohada katta daromad topish mumkin deganman. Keyingi videolarda qolgan prop kompaniyalarni ham ko'rsataman sizlarga va o'shani ichidagi qoidalari, qanaqa o'tiladi, qanaqa qoidani buzsa prop shotni olib qo'yadi, hammasini batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Obuna bo'lishda davom etinglar.